Tommi qara kattaligini. Aka bu necha bu? Aka bu uzunligi 62 metr, eniga 14 metr. 14 metr. Bu natural joymi bu? Yo'q, bu aka uchta aka niyat qilib solgan aka uyga. Oqibatlarga ko'z tegmasin, zo'r. Aka qarang-da, ustunlari, sarropliklari hammasi profillanmagan bu taxtadan qilsa bo'lmasmidi? Nimaga desangiz aka, bu yerda Afg'oniston yaqin, shamol qattiq bo'ladi bizga qaraganda. Uy egalari o'z temir bilan shug'ullanadi. Oho, plusga plus. Plusga plus. Menga mashina qilib beringlar tommi. Cho'tki. Talablarga binoan zo'rlab qilib berdik. Xo'p, taxtalarga necha ishlatildi aka? Taxtalarimizga esa oldi strapiyalarga 12 ga 4 li taxta ishlatganmiz. Qo'llilarga 6 ga 5 li ishlatganmiz. Tevalarga esa 15 ga 5 li strapi. Abrishotkalar 10 ga 2 lik. 10 ga 2 lik. Aynan bu obyektni Master Tomni kuzatishda davom etib turinglar. Qanaqa chiqdi? Bafurja bir oydan keyin ko'rsatamiz. Tommi qara kattaligini. Aka bu necha bu? Aka bu uzunligi 62 metr, eniga 14 metr. 14 metr. Bu natural joymi bu? Yo'q, bu aka uchta aka niyat qilib solgan aka uyga. Oqibatlarga ko'z tegmasin, zo'r. Aka qarang-da, ustunlari, sarropliklari hammasi profillanmagan bu taxtadan qilsa bo'lmasmidi? Nimaga desangiz aka, bu yerda Afg'oniston yaqin, shamol qattiq bo'ladi bizga qaraganda. Uy egalari o'z temir bilan shug'ullanadi. Oho, plusga plus. Plusga plus. Menga mashina qilib beringlar tommi. Cho'tki. Talablarga binoan zo'rlab qilib berdik. Xo'p, taxtalarga necha ishlatildi aka? Taxtalarimizga esa oldi strapiyalarga 12 ga 4 li taxta ishlatganmiz. Qo'llilarga 6 ga 5 li ishlatganmiz. Tevalarga esa 15 ga 5 li strapi. Abrishotkalar 10 ga 2 lik. 10 ga 2 lik. Aynan bu obyektni Master Tomni kuzatishda davom etib turinglar. Qanaqa chiqdi? Bafurja bir oydan keyin ko'rsatamiz.